O'zbekistonda yangi ekilgan piyoz narxi rekord darajada qimmatladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda yangi ekilgan piyoz narxi rekord darajaga qimmatladi deb xabar bermoqda EAST Frit. Surxondaryo viloyati fermerlari erta pishar kuzgi piyoz hosilini yig'ishni boshladi. Bu mahsulot allaqachon viloyatning o'zi va qo'shni hududlar bozorlarida paydo bo'ldi. Biroq o'tgan yildan farqli o'laroq bu mavsumda piyoz narxi rekord darajaga ko'tarilmoqda. Yangi hosildan olingan piyozning dastlabki partiyalarini fermerlar daladan o'rtacha 1 kilogrammi 5000 so'mdan, ya'ni 39 AQSh dollar sentiga teng narxga jo'natadi. Shuningdek, bozorlarda piyozning chakana narxi kilosi 7000-8000 so'mdan yoki 54-62 AQShdan sentidan sotilmoqda. 2025-yil mart oyining birinchi yarmida Surxondaryo viloyatining bir qator tumanlarida Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Sherobod fermerlar erta kuzgi piyoz hosilini yig'ishni boshladi. Biroq piyozning yetilishi darajasi hali uni uzoq masofalarga tashishga imkon bermayapti. Shu sababli hozirda mahsulot asosan Surxondaryo viloyati va unga qo'shni hududdagi bozorlarga sotilmoqda. Shunday bo'lsa-da, bu mavsumda fermerlar narxlardan juda mamnun. O'tgan yili ayni shu paytda yangi hosildan olingan piyozning kilosi dalalarda taxminan 500 so'mdan 4 AQSh senti yuklab jo'natilgan bo'lsa, bu yil boshlang'ich narxi 10 baravar yuqori. Uning fikricha, narxning yuqori bo'lishining asosiy sababi ertagi kuzgi piyoz ekin maydonlarining sezilarli darajada qisqarganidir. Joriy yil martida oylik va yillik inflyatsiya darajalarida o'sish kuzatildi. 2025-yil martida tovar va xizmatlarning oylik narxlari 0,9% ga ko'tarildi. Birinchi chorakda yanvar-mart oylarida bu raqam 2,1% ga oshgan. 2024-yil yanvar-martidagi ko'rsatkich 1,7% lik o'sgan. Mart oyiga yillik inflyatsiya darajasi 0,2% ga oshib 10,3% ga yetdi. Fevraldagi ko'rsatkich 10,1%, yanvardagisi 9,9% bo'lgan. Birinchi chorak davomida yillik inflyatsiya 0,5% ni yuqoriladi. Oxirgi 12 oyda tovar va xizmatlar 8% dan 10,3% ga, jami 2,3% ga o'sgan, qimmatlashgan deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.